Tiggo 8 gibrid modelimiz yangi avlod hisoblanadi. Yangicha model bo'ladi. 1.5 turbina bilan jihozlangan, kapot osti va 347 ta ot kuchiga ega elektromotor bilan birga qo'shganimizda. Xo'p, oldi dizaynni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda reshotka radiatorlari o'zgargan va undan tashqari LED High Performance degan farlar ishlatilgan va optikasi to'laqonli yangilangan. Aerodinamikalari juda ham yaxshilangan va 0 dan 100 gacha bo'lgan razgoni 8.5 sekundni tashkil qiladi. Yon tarafdan balonlariga keladigan bo'lsa 235 50 R19 diska balon bilan jihozlangan va Kumho bu yerda balonlari turadi. Mashinamizni yon tarafiga keladigan bo'lsa, ko'rinmas ruchkalar bu harakat davomida aerodinamikani yaxshilash uchun qo'llanilgan va undan tashqari yon chiroqlari ham qaytariladi, ya'ni bakoylardir. Ichki interyerga keladigan bo'lsa, ichki interyer ham juda ham o'zgargan va o'zgacha xos ko'rinishga ega bo'lgan. Ikki xil kombinatsiya ishlatilgan. To'q kofe sifat rang desa ham bo'ladi, молочный va undan tashqari qora elementlar bilan jihozlangan. Yon o'rindig'imizda atamankalari bor va massaj sidenlari ham qo'shilgan. Akustikasiga keladigan bo'lsa, Sony dinamiklari bilan bizga xabaringiz bo'lsa kerak, o'sha Sony brendi bilan hamkorlikda Cherry ishlaydi va akustikasi aktivniy subwoofer bilan o'pish olganda 10 bitani tashkil qiladi. Xo'p, orqa o'rindiqlarga keladigan bo'lsak, orqa o'rindiqlarimizda ham abagreiflari bor, ikki xil rejimda ishlaydi va ikkita yon o'rindig'ida aytib o'tishim kerak, eslatib o'taman, bu yerda abduf ham qo'shilgan. Orqa o'rindiqlarimiz sozlanadi oldingi orqaga va undan tashqari spinkasi ham yotadi. Aynan mana shu joyda bizda elektroquvvatni pitaniya qilish uchun, ya'ni o'sha zaryad berish uchun ikkita port tashalgan. Birinchisi uy sharoitida 7 kilovatli zaryad qilsangiz bo'ladi va bu yerda kech payt qo'ysangiz, ertalabgacha o'sha to'laqonli 100% bo'ladi. Agarda siz birorta bir katta o'sha торговый sentr yoki bo'lmasam ishlaringiz bitadigan joyga borib mashinani to'xtatib, mashinani quvvatlayman desangiz, 30 dan 80% gacha bo'lgan masofa, ya'ni o'sha yomkisni 19 daqiqada to'ldirib beradi. Orqa dizayniga keladigan bo'lsak, orqa dizayni o'zgarishsiz qolgan. Nimaga aynan o'zgarishsiz qolgan? Chunki Tiggo 8 da juda ham talab va istaklarga ko'ra bu именно orqa dizaynni qoldirish so'rashgan. Bizning mijozlarimiz o'shaning uchun qoldirganmiz, xuddi shunaqa qilib. Va orqa o'rindiqlari bu yerda elektronni ochiladi hamda elektronni yopiladi. Undan tashqari disk rejimi bor. Xavf xatarni sezgan paytda o'z avtomatik orqaga qaytib ketadi. Xo'p, bu krossoverimiz oilaviy hisoblanadi. O'shaning uchun siz xohlasangiz 6 kishi, xohlasangiz 7 kishi qilib harakat davom ettirsangiz ham bo'ladi va yukxona hajmiga keladigan bo'lsak, to'liq sidenli ko'tarilganda 193 litrni tashkil qiladi. Agarda siz ikkinchi va uchinchi qatorni yotqizsangiz 1930 litrgacha bemalol bu yerda yukxona hajmini kattartirsangiz bo'ladi. O'zini komplektida bizga qo'shib beradigan narsamiz 7 kilovatli zaryad bo'ladi. Uy sharoitida 220 voltda bemalol siz zaryad quvvatlasangiz bo'ladi va undan tashqari bu yerda balonimizni havosini to'ldiruvchi shunaqa o'ylangan narsasi bor. Bu agar baloningiz biror korxol bo'lib teshilib qolsa ham bemalol siz o'rnini to'ldirib harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Mashinamizni bu yoq tomondan ko'rsak bo'ladi. Bu yerda 60 litrli bak hajmi, ya'ni 92-95 benzinda harakat davom ettirsangiz bo'ladi va kelinglar sizlar bilan orqa dizayniga nazar tashlaymiz. Orqa dizayniga keladigan bo'lsak, bu yerda 3D stavkalar bilan jihozlangan va undan tashqari atmosferni kechqurungi podsvetka bor. Atmosferni kechqurungi podsvetkani siz bemalol o'zingizga xohishingizga ko'ra o'zgartirsangiz bo'ladi ranglarini va juda ham sizga qulay olib keladi bu. Beskluchovoy dostuplarimiz bor. Agar siz mashinadan tushib, qo'lingiz bilan sensorni upravleniya orqali bitta o'tkazsangiz, mashina avtomatik qulflanadi. Agar siz bu funksiyadan foydalanishni xohlamasangiz, mashina uzoqlashsangiz 3 metrdan keyin o'zi avtomatik ko'tariladi, oynalari va eshiklar qulflanadi. Yon o'rindig'iga keladigan bo'lsak, ya'ni passajir emas, shofyor tomon keladigan bo'lsak, bu yoqda sidenlarimiz pamyat sideniyali hisoblanadi va undan tashqari plavush sideniya deyiladi. Bu sizga nima beradi? Sizni kutib oladi mashina albatta. Va o'rindiqlarni eshikni yopganingizdan keyin o'zingizga xohishingizga ko'ra sozlab, именно o'sha holatiga keladi. Kelinglar sizlar bilan ichki dizaynni ko'rib chiqamiz. Aytib o'tgandek, o'rtadagi ekran ancha-muncha funksiyalarga yordamlashadi sizga.
Misol tariqasida oladigan bo'lsangiz, siz sozlamaga kirib, mashinangizda nastroy qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari navigatsiyadan foydalansangiz bo'ladi va Apple CarPlay va Android Auto bu yoqda funksiyalari ham mavjud. Xo'p, sozlamaga kirib, siz batareykani foizini ko'rsangiz bo'ladi. Haydash uslubini tanlasangiz bo'ladi. Eco, o'sha normal hamda sport va gibrid yoki bo'lmasam elektroda ham harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Yorug'liklarini to'g'rilasangiz bo'ladi. O'zingizga xohish istabingizga ko'ra, misol uchun o'zgartirsangiz ham bo'ladi va head-up displeyni ham boshqarsangiz bo'ladi. Bu yoqda tepaga, pastga tushib chiqishini va avtomobil sozlanmalarida bu yerda texnik xizmat eslatmalarini ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari oynani tozalagingiz, o'sha sezgirligini bu yoqda nastroy qilsangiz bo'ladi. Funksiyalarimiz juda ko'p. Agar siz batafsil ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, albatta Sergeli Cherry avtosaloniga kelsangiz, bu yoqda hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizning o'rta qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda minimalizm stildan foydalanishgan. Rejim vождения, ya'ni o'sha drive mode deyiladi. Bu yoqda tanlasangiz bo'ladi. Eco hamda sportga qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari gibrid yoki bo'lmasam elektroda harakat davom ettirsangiz bo'ladi. O'rta markaziy nimasida priborniy panelida kattagina bari mavjud hamda juda ham keng bo'lgan bardachogi bor. Xo'p, mashinamizning yon o'rindig'iga keladigan bo'lsak, bu yerda yon o'rindig'ini albatta siz elektron tartibda o'zingiz ham sozlasangiz bo'ladi va mana shu yerda bizda knopkalar ham mavjud. Bundan tashqari avtomatik sideniyani ham ko'tarsangiz bo'ladi, ya'ni oyog'ingiz tegini ko'tarsangiz bemalol uzoq yo'lda onaxon, otaxonlar yoki bo'lmasam o'zingiz yaqin insoningiz mazza qilib ketadi. Albatta bu mashinamizda korolevskiy sideniya qo'yilgan, ya'ni massaj funksiyalari ham mavjud va sizga uzoq yo'llarda bu anchagina asqotadi. Mashinamizning tepa qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda bizda lyuklarimiz mavjud. Lyuklar albatta ochiladi, gazovoy bo'lmaydi va lyukni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlasangiz bo'ladi. Mashinamizning o'zgargan jihatdan yana bittasi qora patolog. Qora patolog juda ham bogatый vidni beradi va sizni ko'zingizni charchatmaydi. Xo'p, ko'rib turishingiz mumkin, bu mashinaga qisqa qilib aytganda ta'riflashga til ojiz. O'shaning uchun albatta keling, test drive qiling, mashinani minib ko'ring va agar sizga yoqsa, albatta shartnoma qilib, mashinani bir kun ichida rasmlashtirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. To'lov uslubingizga qaragan holatda albatta. Mashinamizda o'sha ikki xil iqlim nazorati ham mavjud. Bu yerda siz yon o'rindiqni hamda o'zingizni zonangizni personalni sozlasangiz bo'ladi. Ya'ni bir-biridan o'sha nezavisimiy bo'lgan holatda mashinani iqlim nazorati ishlab beradi. Xo'p, aynan mana shu yerda bizani akkumulyatorimiz joylashgan, ya'ni o'sha batareykamiz 18.3 kW tashkil qiladi va aytilgan masofani bosib beradi. Xo'p, siz bu mashinani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Cherry Sergeli avtosaloniga tashrif buyuring. Bizning menejerlarimiz sizga to'liq batafsil ma'lumotlarni berib o'tadi. Undan tashqari bizning test drive'larimiz ham mavjud. Bemalol test drive ko'rib, mashinani haydab ko'rib, undan keyin shartnoma qilib mashinani xarid qilsangiz bo'ladi. Bizda 5 xil to'lov uslubimiz bor. Bu naqd, avtokredit, avtolizing, перечисление hamda рассрочка orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Cherry Sergeli avtosamonimizda mashina bozorining ro'parasida joylashgan. Agar o'zgarish tomonidan kelsangiz chap qo'lda, agar Sergeli hokimiyatdan keladigan bo'lsangiz, Ahmad Oltin jo'jadan 150 metr o'tganingizdan keyin o'ng qo'lingizda keladi. Sizni albatta Cherry Sergelida kutib qolamiz.